Hürmetli vatandaş, leksiyalarımız davamlaştırmaz. Bugünkü ıslahı 2020 yıl 4. ayının 17. günü. Haftaya Cuma. Endiki mavzumunda vatandaş. Prezident Trump qayta qo'zg'atish ko'rsatmasi e'lon qildi va 3 bosqichga bo'lib ishlaydigan bo'ldi. Mavzuli xabar 4. ayning 16. günü Reuters agentligi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlanadi. Prezident Trump payshanba kuni, yani 16. günü yetakchi iddia e'lon qildi. Amerika Qo'shma Shtatlarida har qaysi shtatlar bu ko'rsatmaga asoslanib 3 bosqichga bo'lib virus ofatiga qarshi turib, qamal qilishni tadrijiy bo'shashtirib, iqtisodni qayta qo'zg'atadi deb ko'rsatdi. Prezident Trump har kuni axborot e'lon qilish yig'inida bunday ko'rsatdi. Uzun muddat qamal qilish tadbirlari Amerika iqtisodiga va Amerika jamiyatiga cho'nqur buzg'unchilar elib keladi. Biz darhol butunlay echib etmaymiz. Qadam-qadam echibitimiz deb ko'rsatdi muxbirga Prezident Trump. Biroq Prezident Trump iddiviy ko'rsatmaning tafsilotlarini e'lon qilmadi. Uzun muddatlik qamal qilish tadbiri va bundan kelib chiqadigan iqtisod kasodchilik fuqarolarning sog'lomligiga intayin zo'r va intayin keng ta'sir ko'rsatdi. Prezident Trump yana bunday ko'rsatdi. Hamda bu balki dori-darmokda qalaymagan ishlatish, ichimlikka berilish, o'zini o'ldirib va yurak og'riq qatorliq masalalarni ko'paytirib yetadi. Federatsiyalik hukumatning ko'rsatmasida bunday taklif berildi. Har qaysi shtatlar 3 bosqichga bo'lib qayta qo'zg'atishdan burun yuqumlangan misollar davomli 14 kun pasayishga qarab yuzlangan bo'lishi kerak. Bu hujjatda Prezident Trumpning Amerika iqtisodini qayta qo'zg'atish plani sharhlandi. Qo'zg'atish planiga har qaysi shtatlarda shtatlik hukumat o'zi mas'ul bo'ladi. Federatsiyalik hukumat mas'ul bo'lmaydi. Ko'rsatmada bunday ko'rsatildi. Har qaysi shtatlar qo'zg'atish planini yo'lga qo'yishdan avval har qaysi doktorxonalar nihoyat kuchli tekshirish plani tuzishi lozim. Cümleden doktor ve sestralarının virüsga karşı immunit kuchi tekshirilishi lazım. Her qaysi shtatlarning yuqumlanish ahvoli ko'rilgan fuqarolarni tekshiradigan va o'lchaydigan iqtidori bo'lishi lozim. Hamda yuqumlanuvchilar bilan uchrashganlarni qo'g'lishish, davolash organlari o'z oldiga shaxslarning mudofaa uskunalari bilan ta'minlashi, yuqumlanishning yana o'rlab ketish ahvollariga taqobil tura oladigan iqtidori bo'lishi lozim. Bu hujjatda bunday ko'rsatildi. Har qaysi shtat boshliqlarining shtat doirasi ichida yo'lga qo'yishi yoki bu taklifni avval noy darajalik sohalarda yo'lga qo'yishni shtat boshliqlari o'zlari belgilaydi. Ko'rsatmada bunday ko'rsatildi. Qo'zg'atishning birinchi bosqichida ijtimoiy aloqalarda agar muvofiq oraliq saqlash talablariga yetilmasa, ondan ortiq kishilarning bir yerga to'planishidan saqlanish lozim. Zarur bo'lmagan sayohat qilishni to'xtatib, ishxonadan yiroq turib xizmat qilishga rag'batlantirib, ishxonalarni va ommaviy so'rovlarni taqash kerak. Birinchi bosqichda maktablarni taqash davomlashadi. Kinoxonalarni, oshxonalarni, tan-tarbiya o'rinlarini, diniy e'tiqod so'rovlarini lekin kinoxonalarni, oshxonalarni, tan-tarbiya o'rinlarini, diniy e'tiqod so'rovlarini taqash, oraliq saqlash belgilamalariga amal qilgan ahvol ostida echib etilsa bo'ladi.
Sağlamlık krizisinden ziyan uçurgan doktorxanalar keselge münasibetsiz, virus kesiligi münasibetsiz operasiya qilishni asliga keltirisi buludu. Tən tərbiyə soruları yeni belgelenmeye asasen içi bitirisi buludu. Lekin körsetmede kimlik soruları takıladı o değildi. İkinci baskışta körsetmede mundaq taklif verildi. Devamını anlayış sürmet vatandaş.